Xorvatiyaning Zagreb shahrida o'tgan sport kurashlari bo'yicha jahon chempionati tarixiy natija bilan yakunlandi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining 3 nafar vakili medallar uchun kurashdi va yakunda Aytjan Xalmaxanov barcha raqiblarini mag'lub etib, jahon chempioniga aylandi. Aytjan Xalmaxanov 24 yillik tanaffusdan keyin Yunon-rum kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk sportchimizga aylandi. Xorvatiyaning Zagreb shahrida sport kurashlari bo'yicha jahon chempionatining so'nggi 2 kunida vakillarimiz final uchrashuvlarida bellashdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Aytjan Xalmaxanov 63 kg vaznda 6 medalni qo'lga kiritdi. Saralash bosqich bellashuvlarini muvaffaqiyatli ortda qoldirgan hamyurtimiz hal qiluvchi raqobatda Janubiy koreyalik Chung Han Jae'ni mag'lubiyatga uchratishga erishdi 6-0. Bir kun avval Alisher G'aniyev 60 kg finalga chiqib, yakunda kumush medalga sazovor bo'lgan edi. Abdulla Aliyev 72 kg bronza medal uchun kurashda zafar quchib, chempionat sovrindorlari qatoridan joy oldi. Musobaqani boshlab bergan erkin kurash dasturida ham polvonlarimiz sovrindorlar safidan joy olishdi. 57 kg G'ulomjon Abdullayev hamda 65 kg Umidjon Jalolov bronza medallari bilan taqdirlanishdi. Murabbiylar tarkibidan o'rin olgan Sheroz G'ulomov musobaqa davomida bir qator nomdor polvonlar, birlashgan kurash dunyosi mutaxassislariga O'zbekiston delegatsiyasi nomidan esdalik sovg'alarini topshirdi.